Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikdagi tadbirlarda diniy ta'limotdan saboq berish tartibini buzish bilan bog'liq holat joriy yilning 12-iyun kuni Qo'shtepa tumanida ham aniqlandi. Sarmozor mahalla fuqarolar yig'ini Olchinor ko'chasidagi qurilishi tugalanmagan uy yerto'lasiga kirib borgan tezkor tadbir ishtirokchilari duch kelgan va nimalarga guvoh bo'lishgani albatta barchani qiziqtiradi. 1984-yilda tug'ilgan shaxs tomonidan o'zboshimchalik bilan tashkil etilgan hujra va u yerdagi manzarani ko'rganda hayratdan yoqa ushlaydi inson. Diniy saboq berish vakolati yo'q hujra egasi shu yilning 3-iyun kunidan hozirga qadar ota-onasining zo'ri bilan bu yerto'laga tashlab ketilgan 10 nafar voyaga yetmagan bolalarning har biri uchun oyiga 500 ming so'mdan olish kerak bo'lgan. Chala bitgan imoratning yerto'lasida qanday ilm o'rganilishi yoki o'rgatilishi mumkin? Umuman, himoyasiz bolalarning bu yerdagi xavfsiz hayoti uchun kim javob beradi o'zi? Ayni paytda diniy ta'lim berish tartibini qonunga xilof ravishda buzib, hujra tashkil etgan shaxs va bolalarning ota-onalariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida sudlarga yuborildi.